Ay İrem. Ha? Mening do'stimning bo'yida qolib degan qaylang. Ya tug'ish ya tug'masligini bilmay yirik diyemapti. Qanday qilsa? Baliq ulash tayyorlik tutib bitmagan bo'lsa tug'musin hamsa. Nima avarchilik bu? Burmo chiqim ba uni tug'ish tarbiyalab qata qo'shmistaqa. Nima avarchilik ish bu? Sizni qo'zg'az qolmaganda? Voy, yo'q, qanday mumkin bo'lsin? Ha, hamsa yaxshi. Men kichik boladan xo'sham yo'q bilasizmi? Ha. Hamsa yaxshi. Xotin. Ma o'birgan mana ikkita siziq narsa turdi ya. Sizni qo'zg'az qolganmi? Chaqchaqmi ya? Rost shu. Ha, bo'libdi. Bir aytigicha uyingizga doktorga olib borajman men. Vay doktor. Men dada oldigan bo'ldim. Ayolimni og'ir qo'zg'atib qopti. Ha? Siz qancha vaqtingiz bor? Bugun cho'qim vaqt ajratmisiz olmaydi. Ras, bugun yilnamchi va? Ma'qul. Rahmat. Ve Adil, yaxshi nomadas, sizlikmi? Qaras, o'tgan yil yengam amaldorib qolsa, qarz kitab o'qiganda, ya kichik bolalarni qanday parvarish qilish degandek. Ha, shuqa kitobxonasida bormi? Ha, ma'qul adash ma'qul. Kitobxona ochiq emas hozir taqoq, bayram. Uyingga nima boray? Gapiray ya bo'lmasa. Ha, ma'qul. Ma'qul, ha? Onam. Ana! Sen ahri nevrlik olgan buldun. Hoy ras, elbette ras. Ayalım tuğdu, tuğdan buldu. Kilesi et kilip ayalım bu yerdenleş. İğiş kız bombayda, balsaklam tuğulmuş bombayda. Yak. Ağzından kile buldu. O kak keç olup gitmedi, bola içtik değil mi? Ma'qul. Balam bolup ketsa. O'g'il bo'lib ketsa. Gul. Dada deymi? Dadang jimarmasin. Dadang. Tog'dek dadang bor. Gul, topshiriq ishlamidingmi? Oqlijima. Qizaloq qaz. Tuzuk kiyiningmi? Qiz bo'lgan sharmay ayolib bo'lish kerak-ku, maqama. Maktabda yaxshi o'qish kerak. Kelgusida jamiyatga, davlatga to'p qo'sha oladigan yaramli bir odam bo'lish kerak. Ha. Kelgusizmi ona bo'lasiz?